Qaynonamni eng yomon ko'radigan kelinlariman va eng yaxshi ko'radigan kelinlariyamman. Birinchi kelinlar mana juda yaxshi tushunadilar va bugun qaynonamni tug'ilgan kunlari va bizani uyda nishonlashga qaror qildik. Va hamma oshpazlik tarafini men o'zimni bo'ynimga oldim. Bugun ko'p narsa tayyorladim. Ularning videosi, retsepti alohida chiqadi. Bu videoda men sizlarga mana bu narsani retseptini ko'rsatmoqchiman. Xo'p, ishimizni birinchi bo'lib ovushlarni tozalab, to'g'rashdan boshlanadi. Men videoda ko'rsatilgan ovushlarni ishlatim. Sizlar xohlagan, sevgan ovushlarni qo'llasalaringiz bo'ladi. Keyin bu ovushlarni chiroyli qilib badnosga souslar bilan yoyib chiqamiz. Keyin bizga yana pomidor bilan bolgar kerak bo'ladi. Mayda qilib to'g'raymiz, bularni farshga qo'shamiz. Aytgancha meni retseptim bilan tayyorlasalaringiz albatta atmetka qilinglar. Xo'p, endi farshga mayda to'g'ralgan piyoz, ko'kat, pomidor va bolgar sochni bo'lishi uchun chesnok hamda tuz solamiz. Albatta qo'lim yuvilgan, shu qo'lchalar bilan yaxshilab aralashtiramiz. Yana pripravalar eslaringizdan chiqmasin. Endi bu ovqat uchun bizga lavash va shpashka kerak bo'ladi. Sizlarda biz 4 burchak lavash olishimiz kerak edi, lekin magazinda yo'q bo'lgani uchun shunaqa kruglый oldim va chetlarini kesdim. Endi har bitta lavashimizga shu tayyorlagan farshimizni shuna yoyib chiqamiz, toninki qilib. Keyin ustma-ust qo'yamiz va kesib chiqamiz. Bunaqa neobычный shashlikchalik ovqatni men birinchi marta qilyapman. Va albatta siz ham tayyorlasangiz, любой mehmoningizni lol qoldirasiz. Xo'p, kesib chiqqanlaringizdan keyin mana bunaqa qilib sloy qilib tagidan qo'yasizlar. Короче, ish pashkalarni tiqib chiqasizlar. Har bittasini yana bir bor alohida qilib shashlikchada kesib olamiz. Keyin pastki qavatiga ovushlarni qo'yib, setkaga уже tepasida mana shu shashlikchalarimizni qo'yib chiqamiz. Bitta palochka bilan bemalol bir kishi to'yar ekan va mazza qildi. Albatta retseptni saqlanib qilib qo'yinglar.